Assalomu alaykum. O'tgan videolarimizda tushirgan hovli joyimiz 100% tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ham fasadlari ham narsasi tayyor. To'g'ri kelib ko'chib yashayverasizlar. Sizlar bilan hozir shuni ichki tashqi tarafini obzor qilamiz. Birinchi o'chirib, yana podval, birinchi etajni pasti podval. Podvalimiz ham katta. 12,5 3.30. Ya'ni 2 mashin bemalol sig'adi, ham joy qoladi. O'ng tarafimizda mehmonxona bor. 4 metr, 6 metr. Biz erkeklar bemalol to'ylarda yaxshi kunlaringizda bemalol o'tirsalar bo'ladi. Bayramlarda erkaklar uchun zo'r yer. Garajimizning to'rida bog'ga chiqadigan eshigimiz bor, demir eshik. Yana bir o'ng qo'limizda yana bir komnata bor. To'rda 5,5. Yerni qoldirib sifatida ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda butun kommunikatsiyasi o'tgan. Birga chiqib bo'lsa, shu yerda jo'natsangiz bo'ladi. Suv nasos qo'yilgan. Ana endi tepadagi etajlarni ko'raveramiz endi. Hovli joyimiz 3 etaj. Girishimiz demir eshik. Ko'rib turganlaringizdek. Girganimizning chap qo'limizda umonlikimiz bor. Elektr eshiklar ham shu yerda joylashgan, rozetkasi bor. Elektr eshiklarimiz har komnataga отдельный qo'yilgan. Eshiklarimiz ham yana ko'rib turganingizdek, baland eshiklar. Eshikning balandligi 2.60. Baland, zo'r ko'rinadi. Girgan yerimiz hol, dalon. Bu yerda zinamiz bor. Ikkinchi etajga chiqib ketadigan baland patologlar ega. Götürüldüğü aynadan, uzun aynadan düşünün. Birimizin razmeri 4 metre, 6 metre. Bir de köprü kolunu regirovkadan nereye durdu. Hem birimiz köprü kol oldu. Şimdi çak kolumuza girip zalımızı gösterip ötemezler. Aynası küçüğe kadar ayna götürüldüğü. Birimizin razmeri 3.30'a 7 metre ekan. Yani aboylara xo'shara qo'ydan qo'yilgan, 2 xil aboydan qo'yilgan. Bularımızdan tiyaga. Patologlar ham yana naqshlatib, ajoyib etib ishlangan. Televizor zonamiz ham bor, bu zona. Yana bir dona lyuskra va g'alaba döşab bersangiz bo'ldi. Bir dona perda kerak edi. Perdani ham yana kamizli etib qoldirganlar. Tabiatga ketadi. Konditsioner uchun ham beda rozetka joyi qoldirilgan. Aynasi ham uzun yana yaxshi aynadan qo'yilgan, sifatli. Bedam rozetkalar bor ekan. Yerimiz kuxni. Metrolarımızın kuxnimizin parçaları tayyor. Kuxni mebelini o'zingiz diydiza maslab qo'yishingiz uchun kuxni mebel qo'yilgan. Bu yerda umonlik joyimiz bor ekan, yana ko'rib turganingizdek. Yan tarafimizda yana kotyolni, teplый polni butun sxemasi mana joylashgan. Kotyol duxkontrolli kotyol, Wi-Fi orqali boshqarsangiz bo'ladi. Stabilizator ham bor. Rozetka joylari ham bor. Gaz plita shunday bo'lsa kerak, gaz plita joyi ham bor. Ish uchun rozetka ham qo'yilgan. Aynası pajanı pot taqalagan. Yani başımız pajanı pot. Bu tarafdan bağa çıksak bo'ladi. Endi yerimizda sanuzil. Sanuzilimizda yine sanuzildan çok pol bo'lgan. Kichkina bo'lsa vannasi bor. Unitaz, aristoni bor. Aynası pajanı pot taqalagan. Tepeda kirmashi uchun joy ham qoldirilgan ekan. Bu yerda umonligimiz bor yana. Endi sanuzilning to'g'risida yana bir spalni. 5'e 3.30 spalnimiz var ekan bu yerda. Aynası bağa qaragan, rozetkalari bor. Oboydan chiqib turibdi. TV zonasi ham bor ekan. Xalatada spalni, xalatada kichkina bir zal sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Hamma xonamiz ko'rib turganlaringizdek yorug'. Hamma xona yorug'. Ikkinchi etajda davom etamiz endi. Listini ham ko'rib turibsizlar, ajoyib etib oq suyitdan, yorqin suyitdan qilingan. Ishlar ham ajoyib high-tech uslubunda ishlab qo'yilgan. Hovlimizni balandligi. Turganlarning katta. Ajoyib havolanadi bu yerda. Bu yerimiz zal. Zalning ustidan zal tushgan. Turganlarning oboydan chiqib turibdi. Ajoyib bo'lib. Bu yerda balkonimiz ham bor ekan. Yana balkonni bir obzorlatib beralkan. Mana balkonimiz. Aynı eshiklarimiz ham arka tarafdan boshqa rang, mo'qray sifat, yon tarafi oq. Ya'ni uyga mos bo'lib turibdi, uyning foni. Mana balkonimiz ham katta ekan. Balkonlar ham katta. Ko'chalarimiz ham yana yo'q. Manzilni aytib o'tiraman sizlarga. Bu tarafimiz Sputnikdagi banisa, hovli joyimiz Sputnikda joylashgan. Bu tarafdan kelsangiz banisaning arka tarafi, banisa tarafdan kelasizlar. Bu tarafdan gelseniz şu da Zekash Aryan tarafı Boran zapravkanın arka tarafı hesaplanады. Bu taraftan gelseniz Sputnik içine getiriladi bu taraf. Bir yandan dakansa devam ettirilirse Azamet dükkan taraflara çıkıp gider. Bir yandan razmeri
Birinchi etajdagi zalni razmeri deng. Ayni. Bir xil. Ya'ni zalni ustidan zal tushgan. Dimoxodlar qo'yilgan ko'rib turganlaringizdek, bu yerda havo aylanish zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu yerda bir spalnimiz bor, bu yerda bir spalnimiz bor ekan. Bu yerda dushovoy kabin bor. Unitaz qo'yilgan, dushovoy qo'yilgan. To'pli pol qilingan, aynasi pajenxota qaragan, dimoxodlar ham bor ekan. Akkuratli, cho'tda qilingan. Bu yerimizda ham bir spalni bor. Spalnimiz ham yorug' ko'rib turganlaringizdek, aboylar ham ajoyib qilingan aboylar. Laminatlar qilingan pollarimiz. Patologlar ham naqshatib, ajoyib qilingan. Bu yerdan parda joyi uchun kaymiz qoldirilgan. Bu yerda disk spalni sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Ikkinchi etajdagi spalnimiz. Bunda yana bir spalni bor ekan bu yerda. Eshiklari baland ko'rib turganlaringizdek, aboydan chiqqan. Hem yerine aboya dip bilan her konuda her türlü aboylar bilan qilingan. Kendinize qo'yilgan. Dimoxod joyi bormi bundan? Havo aylanish sistemasi yaxshi qilingan bu yerdan. Bilan televizor uchun rasmga qoldirilgan ekan. Bu hovli joyimiz 150 kvadrat. Pulini aytib o'tadigan bo'lsam sizlarga do'stlar, 75 deb turibdilar, 75 ming dollar. Gelishinadi yeri bor, kelasizlar, ko'rasizlar, sizlarga yoqsa kelishib beriladi. Birden dimoxod joyi qoldirilgan ekan. Qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Va sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, kimni uyi hovli joyi bo'lsa, sotiladigan hovli joyi yoki bo'lmasa avtomobili bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin, reklama qilib beramiz. Qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Telefon nomerlarimiz opisaniyada ham kommentariyada yozilib turibdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bo'lmasa hammaga katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, videolar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang.